Bugungi manzaramiz shaharning eng chiroyli joylari Shakar qishloqqa yetib keldik. Tursutiylik, ko'rib turganingizdek shinam, chiroyli, bo'lib ham masjiddan 100 metr, 80 metr uzoqlikda joylashgan zo'r hovliga yetib keldik. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, sivilizatsiya, отопление, hamma sharoitlari bor. 80% ishi bitgan. 20% chala ishlari qolgan holatda. Xomushda qurilgan 7 ta xonasi, 4 ta sanuzeli bor. Mashalloh zo'r mahallada. Xo'p. Hamma sharoitlari bor xullas kalom. Remontlari 80% bitgan holatda. Ba'zi bir chala joylari bor, chala xonalari bor. Uni o'zingiz qilib olasiz, o'ziga ma'qul keladigan. Xo'p, bu tarafni ko'rib turganingizdek, mansarda 2 qavat qilib o'sha xonalarni bo'lib qo'yishgan, bemalol yashasa bo'ladigan. Bu tarafimiz 2000-yil atrofida qurilgan. Qolgan hamma uylar yangi, ya'ni 5 yil, 6 yil bo'lgan holatda. Xo'p, videoni obzorni bir boshdan operatorimiz ko'rsatib o'tadi. Xonadonimizning bahosini inshaalloh videoda o'rtasida aytib o'tamiz. Qani, bismillah. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bitgan holatda faqatgina xonalar bo'linyapti. Oyoqda istashga qilingan, patologlar polni aboy qilingan holatda. Bu qismimiz oshxona qismimiz. Alohida isitish uchun ko'rib turganingizdek pechlar ham qilingan. Xo'p, bu qismimizda bitta xonamiz, alohida sanuzul uchun joy ham tashlab ketilgan. Sanuzulda remontsiz holatida. Bu tarafdagi xonadonlarimiz tayyor remontli, ya'ni hech qanday ishi yo'q. Polni aboy, patologlari, linoleumlar solingan. Bir boshdan mana ko'rsatamiz. Bu tarafimiz umumiy zal, ya'ni mehmonlarni kuzatish uchun mo'ljallangan xona. Bu yerda kattalar yotoqxonasi. Bu qismimizda esa umumiy sanuzel. Bu xonamiz ham ko'rib turganingizdek eng asosiy mehmonxona. Tayyor holatda olasiz, inshaalloh maza qilib yashaydigan holatda. Xo'p, oxirgi xonamiz bor va orqa kladovkamiz bor. Orqa kladovkamizga o'tmay qo'yamiz. O'z nomi bilan kladovka. Polni отопление tizimlari, o'choq, qozon, ya'ni letniy kuxnya. Yozgi kuxnya hisobida o'choqlarni ham chiroyli qilib qilishgan. Bu xonamiz bitta xonamiz, lekin aslida bu yerda oshxona maqsadida ko'rib turganingizdek tayyor remontlarni qilib qo'yishgan. Bu tarafga kirganingizda o'ng qo'lda chiroyli mebellar, kuxonniy mebellar, bu tarafga chiroyli hozir moda bo'layapti, so'rini ichkariga o'rnatib berishyapti. Shunaqa supali so'ri qilmoqchi ekan. Juda ham bir fayzli. Bugungi kunda bu xonadonimizning bahosini 135 ming AQSh dollarida so'rashyapti. Qo'shimcha ma'lumotlar quyidagi raqamlar ostida bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.